She'riyat bo'stonida axtarganlarimiz dardli satrlar bo'ldi. Bugungi kunimizni sharhlab beradigan satrlar islom ahliga yetarlicha dashnom bo'lib yangrasa ajab emas. Bir tinglab ko'ring. Bugun millatchilik, mahalliychilik balosi dunyoni qurshablar olmish, o'zini Muhammad ahlaman degan insonlar qalbida do'stlik yo'qolmish. Biri men faloniy mazhabiman der, boshqasini ra'yini butkul sanar yot. Qur'onda bo'lsa ham sening so'zlaring bizga undoq ishni aytmagan ustod. Turli jamoalar, turli firqalar, ochiq ko'rolmaslik porlar zuhrida, aniqki do'st tutib kufr ahlini, musulmon qavmini ayblar kufrida, tag'in tinmay o'qir sahobiylarni, Hazrati Bilolga tasannolar deb aka-uka bo'lgan musulmonlarning aybini ertadan to kech axtarib, Salmon Forsiyga shogirdmiz debon hayqirganlar holini ko'ring xalafda. Masjidlar begona so'zlashuvlari yo'q, namoz o'qimaslar turib bir safda, mutaassib qalbi har kun jo'sh urib, iymon halovatini tepkilab kular, imomga namozini topshirib turib, uning orqasidan g'iybatlar qilar. Hayhol bu ummatning har kun darsida taxminan shunday rivoyat yangrar. Ali shamollasa Usmon ham kasal, Abu Ubaydaga yig'lagan Umar. Ammo hikoyatlar qolar o'tmishda, darslari tugab bitgan zamona g'iybat. Eshitdingmi do'stim falon odamni, barmoq ko'tarishni demoqda sunnat. Ilmi ham yo'q edi, o'zi tuzukroq, o'zicha nimani qilmoqda da'vo. Undan ko'ra namoz o'qimasaydi, qalbi pok bo'lardi, ko'ngli musaffo. Mana shunday gaplar bugungilarda har kimning o'zicha haq kalomi bor. Falon qori agar shunday demagan, demak boshqalarning ahvoli afgor. Ko'nglim bir seskanib ketdi bu holdan, ko'rib g'aflat ichra zor qotganlarni. Eshitganmidingiz biror millatda aka-ukaman deb tosh otganlarini? Bu qanday g'arazgo'y ummat bo'ldiki, husnizon qilishdan har dam tonarlar. Hatto biror inson din yetkazsa ham unga turli nomni qo'yib olarlar. Shu zayl o'tmoqda kunimiz do'stlar, ixtiloflar ila zavqlanib ko'ngil, faxsh amal egasi da'vatsiz qolib, musulmonni g'iybat qilish kasbi til. Men bunga sira ham chiday olmasman, kechmagum hattoki tilning zahridan. Tanishib qo'yaylik she'rini yozgan men, oddiy bir muslimman islom ahlidan.